Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Men Habibullayeva Nilufar. Bugun sizlar bilan ko'pchiligimiz imkonsiz deb biladigan, ammo to'g'ri sistema bilan erishsa bo'ladigan natija, ya'ni 6 oyda ingliz tilini 0 dan B2 darajagacha oshirish haqidagi sirlar bo'yicha gaplashib o'tamiz. Ko'pchilik 1-2 yil vaqt sarflaydigan natijaga biz qanday qilib 6 oyda erishamiz? Shaxsiy darajam IELTSdan 7,5, Multileveldan 71. 3 yillik ish faoliyatim davomida o'quvchilarim uchun oltin qoidalar tuzib chiqaman. Keling siz bilan birgalikda shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, eng muhim sirlardan biri bu vaqt va intizom. 6 oyda B2 darajaga chiqish uchun haftada 3 kun, 1,5 soatdan dars qilish yetarli emas. Siz kuniga kamida 3-4 soatlab o'z ustingizda ishlashingiz kerak. Ikkinchisi, bosqichma-bosqich sprint tizimi. Biz vaqtimizni quyidagicha taqsimlashimiz kerak. Birinchi va ikkinchi oyda biz asosiy grammatikani tugatamiz va bazaviy kamida 1500 ta so'z yodlaymiz. 3-4 oyda biz murakkabroq gap tuzishni o'rganamiz va erkin so'zlashishni boshlaymiz. 5-6 oylarda esa biz akademik ingliz tili, murakkabroq tekstlar va imtihon materiallari bilan ishlashni boshlaymiz. 3-oltin qoida. 4 ta ko'nikmani ham parallel ravishda rivojlantirish. Xo'sh, listeningni oshirish uchun men sizga tavsiya bera olaman. Birinchi, spelling practice qilish kerak. Spelling practice bu nima? Ba'zi o'quvchilarda eshitgan zahotiyoq to'g'ri yoza olmaydi. Ingliz tilida ko'pchilik so'zlarimiz aytilganidek yozilmaydi. Shu sababli spelling practice sizga juda katta yordam beradi va podkast eshitishimiz kerak bo'ladi. Masalan, YouTubedan TEDx Talks, BBC Learning English va boshqa bepul saytlar orqali biz podkastlar, har xil kinolar ko'rsak bo'ladi. Bularning barchasi nafaqat listening, balki speaking ham oshishiga yordam beradi. Xo'p, readingga keladigan bo'lsak, reading uchun asosan biz artikl o'qishimiz kerak va har xil inglizcha kitoblar. Har qanday janrdagi farqi yo'q. Writing uchun bo'lsa, darajangiz A1 bo'ladimi, A2 bo'ladimi, kichik-kichik hikoyalar tuzishni boshlashimiz kerak. Ya'ni boshida boshlagan kichik-kichik hikoyalarimiz bizni essaylargacha olib keladi. Speakingga keladigan bo'lsak, asosan biz talaffuzni yaxshilashimiz kerak bo'ladi. Talaffuzni yaxshilash uchun men sizga shadowing va imitation texnikalarini tavsiya bera olaman. Ya'ni YouTubedan o'zingiz yoqtirgan aktyor, aktrisani kichik videolarini olasiz va o'sha videoni bitta boshida ko'rib olasiz va keyin harakat qilasiz xuddi o'shanaqa holatda gapirishga. Ya'ni taqlid qilib ko'rasiz va shu orqali sizda talaffuz, imitation oshadi. 4-qoida. Muhit va yordamchi so'zlar xizmati. Bizda dars tugadi degani, o'qish tugadi degani emas. Bizning markazimizda yakshanba kunidan tashqari soat 8 dan 8 gacha yordamchi o'qituvchilarimiz sizni kutadi. Xo'sh, bu nimaga kerak? Agar uyga borganingizda dars qilishda qiynalsangiz yoki bugun o'tilgan yangi mavzuni tushunmagan bo'lsangiz, istalgan vaqtda markazimizga tashrif buyurib, xohlagan yordamchi ustozingiz bilan yuzma-yuz tarzda shug'ullanishingiz mumkin. Natijada nima bo'ladi? Natijada 6 oy davomida to'xtab qolmaslik va har bir savolingizga tezda javob olish imkoniyatini yaratib beradi. 5-qoida. Qat'iy level up nazorati va testlar. 6 oyda B2 darajasiga erishish bu oson emas. Bu hisob-kitob. Bizda har bir darajani tugatish uchun aniq 2 oy vaqt beriladi. Har bir bosqich yakunida siz qat'iy imtihon topshirasiz. Natijangiz sizni qoniqtirsa, siz keyingi darajaga o'tasiz. Agar siz biz bergan vazifalarning barchasini bajarsangiz, 6 oyda B2 darajasiga chiqish mutlaqo imkonli. Kurslarimizga yozilish va batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.